Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun men Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi Ergasheva Dilnoza Mamasharipovna bo'laman. Bugun sizlar bilan men o'yin texnologiya fanidan didaktik o'yin texnologiyalari mavzusini ma'ruza qilmoqchiman. Bunda biz avval rejalarimiz bilan tanishib o'tamiz. Birinchi rejamiz didaktik o'yinli faoliyatlarning o'ziga xos xususiyatlari, ikkinchi rejamiz didaktik o'yin turlari va uchinchi rejamiz didaktik o'yinlarni bola tarbiyasidagi ahamiyati. Biz bilamizki, har bir xalqda asrlar davomida kattalarning bolalar uchun yaratgan o'yinlari va bolalarning o'zlari yaratgan ba'zi o'yinlar mavjud bo'ladi. Har qaysisi ham avloddan avlodga o'tib kelgan va xalq og'zaki ijodining o'ziga xos shakliga aylangan hisoblanadi. Qoidali o'yinlar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya vositasida keng qo'llanilib kelyapti. Biz bilamizki, qoidali o'yinlar o'yin turlarini didaktik o'yinlar, harakatli o'yinlar va musiqali o'yin turlariga kiritiladi. Bularning har biri bola shaxsiga ta'sir ko'rsatadi. Biroq o'yinlarning u yoki bu turga mansub deyish uning asosiy tarbiyaviy ta'siriga ko'ra aniqlanadi. Masalan, oq terakmi, ko'k terak, bizdan sizga kim kerak harakatli o'yinida bolalardagi chaqqonlik, zehnlilik, chidamlilik malakalarini rivojlantirishga juda katta hissa qo'shadi. Didaktik o'yinlarning muhim elementi qoidalar hisoblanadi. Qoidalarni bajarish o'yin mazmunini amalga oshirishni ta'minlaydi. Didaktik o'yin ta'lim bilan bevosita bog'liq bo'lib, unga yordam beradi. Bu va bolalarning aqliy faoliyatini rivojlantirishga keng ahamiyat egadir. Didaktik o'yin bu maktabgacha yoshdagi bolalarning yosh va imkoniyatlariga mos keladigan ta'lim berish metodlaridan biri hisoblanadi. Tajribali tarbiyachi bu o'yinda passiv bolalarni jamoaga aralashtirish, har bir rejalar vazifalarni qo'rqmasdan bajarishlari uchun foydalanadilar. Didaktik o'yinlar bolalarning birgalikda o'ynab, o'z manfaatlarini jamoa manfaatlari bilan uyg'unlashtira olishi, bir-biriga ko'maklashishi va o'rtog'ining muvaffaqiyatidan xursand bo'lish kabi yaxshi munosabatlarni tarkib toptirishga yordam beradi. O'yinlar shaxsning sofdilligi, rostgo'yligi kabi ijobiy hislatlarni shakllanishiga imkon beradi. Didaktik o'yin bolalarning amaliy faoliyati hisoblanadi, chunki unda bolalar mashg'ulotlarda olgan bilimlaridan foydalanadilar. Shu nuqtai nazardan qaraganda, olgan bilimlardan har xil usuldan foydalanishlari uchun hayotiy sharoitlar yaratib beriladi. Bunday o'yinlarga kichik bolalar uchun rangiga qarab top, shakliga qarab top kabi o'yinlar misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Katta guruhlarda esa bolalar uchun ishchilar kimlar va qanday ishlarni bilishadi, dehqonlar nimalarni yetishtiradi degan o'yinlarimizni ko'rsatib berishimiz mumkin. Didaktik o'yinning muhim tomoni shundaki, uni o'tkazishdan ko'zda tutiladigan g'oyadir. O'yin g'oyasi bolalarga o'yinga qiziqish uyg'otadi. Ko'pincha bu g'oya didaktik o'yinni boshlashga sabab ham bo'lishi mumkin. Masalan, xaltachada nima bor? U yoki bo'lmasa kim, qanday qichqiradi, shunga o'xshash misollarni, o'yinlarni keltirishimiz mumkin. Har bir didaktik o'yinda o'yin mazmuni g'oyasidan kelib chiqqan holda qoidalar bo'ladi. Unda qoidaning mavjudligi harakat o'ynalishini yoki o'yinning borishini belgilab beradi. Bolalarning xulqini o'zaro bir-biriga bo'lgan munosabatini boshqarish kerak tomondan o'ylantirib turadi. Qoida bolalar harakatini baholovchi o'lchovdir. Didaktik o'yinning mazmuni va turlari. Didaktik o'yinning mazmuni maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya dasturida bayon qilingan va quyidagilarni o'z ichiga oladi. Birinchisi, buyumlar, ularning nomi, rangi, shakli, hajmi, sifati va ishlatilish to'g'risida bilimlar berish. Ikkinchisi esa mehnatning har xil turi va uning kishilar hayotidagi roli to'g'risidagi bilimlar. Uchinchisi esa tabiat voqealari, narsalar, buyumlar, yil, fasllar to'g'risidagi bilimlar va oxirgisi dastlabki matematik tushunchalar, son, sanoq, kattalik, shakl, vaqt va fazoviy tushunchalarni berishi mumkin. Bugungi ma'ruzamiz shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.